Mixail Lermontovning zamonamiz qahramoni asari bosh qahramon Pechorin ismli yigit. Asar boshida Pechorin o'zi gapirmaydi. Hikoya Kavkaz bo'ylab sayohat qilayotgan noma'lum ofitser, ya'ni hikoyachi tilidan boshlanadi. U yo'lda xizmatda bo'lgan keksa ofitser Maksim Maksimovich bilan tanishadi. Aynan Maksim Maksimovich shu hikoyachiga Pechorin haqida gapirib beradi. Bela bilan bo'lgan voqealar, Pechorinning fe'l-atvori barchasi avval boshqalarning og'zi bilan aytiladi. Keyinroq esa hikoya uslubi o'zgaradi. Taman, Knyajna Meri va Fatalist qismlarida voqealar Pechorinning o'z kundaligi orqali, ya'ni uning o'z tilidan bayon qilinadi. Zamonamiz qahramoni. Voqealar bayoni. Sof hikoya. Hikoya Kavkaz tomonda boshlanadi. Bu yerda xizmat qilayotgan ofitserlar orasida Grigoriy Pechorin degan yigit bor. U chiroyli, aqlli, jasur, lekin kamgap va sovuqqon edi. Pechorin tog'lik knyazning qizi Belani ko'rib qoladi. U qizni yoqtirib qoladi va uni qo'lga kiritish uchun hiyla ishlatadi. Natijada Bela Pechorinning uyiga olib kelinadi. Bela avvaliga yig'laydi, qarshilik qiladi. Vaqt o'tib Pechoringa o'rganib qoladi va uni sevib qoladi. Pechorin esa bir muddatdan keyin unga e'tibor bermay qo'yadi. Bela g'amgin bo'lib yuradi. Bir kuni Belani dushmanlar yaralaydi. U og'ir yarador vafot etadi. Pechorin bu voqeani jim va sovuqqon qabul qiladi. Bu voqealardan keyin Pechorin boshqa joyga ketadi. Yillar o'tib u eski tanishi Maksim Maksimovich bilan yana uchrashadi. Maksim Maksimovich uni quvonch bilan kutib oladi. Lekin Pechorin sovuqqon bo'lib qolgan. U uzoq gaplashmaydi va tezda ketib qoladi. Maksim Maksimovich xafa bo'ladi. Keyin hikoya Pechorinning kundaligi orqali davom etadi. Pechorin Taman degan kichik shaharchaga keladi. U yerda yashirin ishlar bilan shug'ullanadigan sirli odamlarni uchratadi. Ularning ishiga aralashadi va bir kecha u hatto hayoti xavf ostida qoladigan holatga tushadi. Lekin omon qoladi. Oradan ko'p o'tmay u Taman shahrini tark etadi. Knyajna Meri. Pechorin keyin dam olish joyiga keladi. Bu yerda u Knyajna Meri degan yosh qiz bilan tanishadi. Qizga boshqa bir ofitser, Grushnitskiy ham oshiq bo'ladi. Pechorin Merini sevmasa ham unga yaqinlashadi. Meri asta-sekin Pechoringa bog'lanib qoladi. Shu orada Pechorinning eski sevgilisi Vera ham paydo bo'ladi. Vera Pechorinni chin yurakdan sevardi. Pechorin va Grushnitskiy o'rtasida kelishmovchilik chiqadi. Oxiri ular duelga chiqishadi. Duelda Pechorin Grushnitskiyni otib o'ldiradi. Vera Pechorin bilan qochib ketmoqchi ham bo'ladi, lekin buning iloji bo'lmaydi. Vera ketadi, Pechorin esa yolg'iz qoladi. Fatalist qismida, so'nggi qismda ofitserlar taqdir haqida bahslashishadi. Ulardan biri taqdir oldindan belgilanganini isbotlamoqchi bo'ladi va o'sha kuni halok bo'ladi. Pechorin esa xavfli vaziyatga tushib tirik qoladi. Oradan vaqt o'tib u yana yo'lga chiqadi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, Pechorin uzoq yashamaydi va safar chog'ida vafot etadi. Shu bilan asar yakunlanadi. Asar haqida ozroq bo'lsa-da ma'lumotga ega bo'lgan bo'lsangiz, biz bag'oyatda mamnunmiz. Bu asar 2026-yil Ona tili milliy sertifikatlar kitoblar ro'yxatiga kiritilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.